Kimi tishi chiroyliroq? Munisa Rizayeva yoki Kendall Jenner? Kendall Jennerga yaxshi qilingan, breketlar qo'yib, liniyalarni to'g'rilab, tabiiy qilingan. Kendall Jenner yoki Brad Pitt? Brad Pittga ham yaxshi qilingan, tabiiy. Brad Pitt yoki Ulug'bek Rahmatullayev? Ulug'bek Rahmatullayevga o'zini proporsiyasiga chiroyli qilingan. Ulug'bek Rahmatullayev yoki Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo chunki uniki juda ham uzoq etaplardan o'tgan. Cristiano Ronaldo yoki Selena Gomez? Selena Gomezga yaxshi qilinmagan, Cristiano Ronaldoga zo'r. Cristiano Ronaldo yoki David Beckham? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo yoki Lionel Messi? Cristiano Ronaldoga yaxshi qilingan, sababi Messida faqat oldingi tishini restavratsiya qilingan. Cristiano Ronaldo yoki Ozoda Nursaidova? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo yoki Tom Cruise? Tom Cruizda ham juda ko'p ishi bo'lgan, men o'ylashimcha Tom Cruizga zo'r. Tishlarni bularga o'xshab ideal holatga olib kelish uchun nima qilishimiz kerak? Hammada vaziyat har xil. Kimdadir tishlar qiyshiq bo'ladi, birinchi breketlar taqiladi, ular to'g'rilanadi. Kimdadir tishlar yoshlikda oldirib tashlagan bo'ladi, u yoqqa implant ekiladi. Chalada olingan tishlar bo'lsa, ularni tuzatiladi-da, keyin bitta o'ziga formasi mos qilingan, rangi mos keladigan vinir taqiladi. Agarda siz ham tishingizni ideal holatga olib kelmoqchi bo'lsangiz, unda biz sizga yordam berishga tayyormiz, chunki biz shu kungacha 8000 dan ortiq bemorlarning tishini davolashga yordam berganmiz. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga bog'laning yoki direktga murojaat qiling.